Assalomu alaykum, men Mirzoman. Bu safar 2022-yilda yoshlarni, ayniqsa qizlarni kumiriga aylangan Wednesday Addams, ya'ni Chorshanbagul fentezi dunyosining birinchi mavsumiga yuzlanamiz. Bunda psixopat qiz Wednesdayning yangi ko'chib borgan maktabidagi sarguzashtlariga guvoh bo'lamiz. Oldin qo'ygan sharhimizni YouTube shafqatsiz sahnalar uchun o'chirishga qaror qildi. Men esa qayta tahrir bilan qo'yishga majbur bo'ldim. Ko'p cho'zib o'tirmayman va biz boshladik. Birinchi qism. Nancy Reagan nomidagi katta maktabda odamlarni yomon ko'radigan, faqat oq-qora kiyinadigan qahramonimiz Wednesday o'qiydi va o'zini shkafiga borganda ukasi Pugsleyni bog'lab ketishganini ko'radi. U buni kim qilganini bilmagandan keyin uni yechayotganda qobiliyati orqali buni kim qilganini bilib oladi. Basseynda suzib yurgan o'sha yigitlarning yoniga boradi va ular ustidan kulishiga qaramay basseynga yovvoyi baliqlarni jo'natib, qo'lga tushganini qo'ngqoqshatadi. Bu dunyoda jazolar biz o'ylagandek ishlamagani uchun u o'ziga o'xshab oq-qora kiyinadigan g'alati ota-onasi Gomez va Martisha Adamslar bilan boshqa maktabga jo'nashadi. Bu yerda ularni haydovchisi Larch bilan ham tanishamiz. Larch, напомни родителям, что я с ними не разговариваю. Ular yoshligida o'qigan sehrli, ya'ni quvg'inlar o'qiydigan Nevermore deb nomlangan maktabga olib borishlarini aytishadi. Bir yigit o'sha maktab yaqinidagi o'rmonda mashinadan tushib qoladi va haydovchi ayol bu yer xavfli ekanini aytadi. U bir daraxt yoniga borib o'tirganda unga nimadir hujum qiladi. Adamslar Nevermore'ga yetib kelishadi va uni direktori Larissa Wimsning yoniga olib borib tanishtirishadi. U Adamslarni oldidan tanishi bo'lgani uchun Wednesdayni qabul qilishga rozi bo'ladi va uni xonasiga olib borishadi. Bu yerda xonadoshi Enid Sinclair bilan tanishtirishadi va u bilan maktabni tanishtirish uchun jo'natishadi. Ota-onasi uni o'zidek qilishlarini xohlashlarini bilgandan keyin endi allaqachon ulardek bo'lib qolgan bo'lsa ham, bu yerda ko'p bo'lmasligini aytadi. Enid esa u oldingi maktabda odam o'ldirganini bilishini ko'ramiz va u maktabdagilar bilan uni tanishtiradi. Ya'ni vampirlar, hayvonlar, xuddi Enid kabi, baliqlar va ular qirolichasi Bianca Barkley. Keyin uni oldingi yigitda Xavier Thorpe bilan tanishtiradi. Keyin odamlarni toshga aylantirib qo'ya oluvchi Ajax bilan tanishamiz. Аякс, это моя соседка, Wednesday. Enid Wednesdayga ijtimoiy tarmoqlarga ulanishni maslahat beradi va uni reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Wednesday oilasi bilan xayrlashadi va onasi unga qochmasligini maslahat berib, unga W yozilgan taqinchoq bilan sehrli sharni berib ketadi. Ketishda esa otasi ularning yana bir oila a'zosi buyumni uning yoniga jo'natadi. Ha, o'sha hamma joyi tikilgan o'ng qo'lni. O'sha o'rmonda bo'laklarga bo'lib tashlangan yigitni sherif Donovan Galpin sherigi bilan topadi va bu ish Nevermore'ga aloqadorligini bilsa ham buni isbotlolmasligini aytishadi. Wednesday xonani ikkiga bo'lib oynani ranglardan tozalashni boshlaydi. Ya'ni xonani ikki xil, rang-barang va rangsiz muhit egallaydi. Wednesday kitobini yozib o'tirganda unga Enidning musiqasi xalaqit beradi, lekin bunga uni tirnoqlari sabab qarshilik qila olmaydi. Shu paytda botanika o'qituvchisi Marilyn Thornhill loy etiklari bilan kelib qoladi va Wednesdayga tanishuv sovg'a sifatida qora orxideya beradi. Keyin unga yotoqxona qonun-qoidalarini tushuntirib ketadi. Ertasi kuni Wednesday qora kiyimda buyum kuzatuvida qilichbozlik zaliga boradi va o'ziga eng kuchli raqib Biancani tanlaydi. Himoya bilan jang qilishganda kuchlar teng kelgandan keyin niqobsiz urushni taklif qiladi va unda yuzi kesilgan holda mag'lubiyatga uchraydi. U yerda Rowan bilan tanishadi va tashqariga chiqqanda uni ustiga haykal qullaydi. Uni Xavier qutqarib qoladi. Unga rahmat aytishni o'rniga o'zi shunday o'limni xohlaganini aytadi. U yoshligida Wednesday uni o'limdan qutqarib qolgani haqida aytib beradi va u endi qarzdor emasligini aytadi. U xonasida o'tirganda buyumni payqab qoladi va uni qamab qo'yishni aytib qo'rqitib, bu yerdan qochishga yordam berishga rozi qiladi. Ertasi kuni Larissa uni psixolog yoniga olib borib qochishga yo'l qo'ymasligini aytadi. U psixolog yoniga kirib, gapdan tez qochishga urinadi va psixolog uni kitobi haqida so'raydi. Wednesdayning maqsadi boshqa bo'lgani uchun hojatxonaga ruxsat so'raydi va u yerning oynasidan qochishni uddalaydi. Tashqarida olma sotuvchisiga urilib ketib, qobiliyati orqali uni dahshatli o'limiga guvoh bo'ladi. Keyin restoranga borib Tyler Dalpin bilan tanishadi va italyan tilini bilgani uchun uni uskunasini tuzatishga yordam berib, evaziga uni yaqin o'rtadagi elektrostansiyaga olib borib qo'yishni so'raydi. U ishidan ketishni istamagan uchun ishi tugaguncha kutishga rozi bo'ladi. Bungacha psixologlar esa Wednesday qochib ketganini aytadi. Wednesdayning yoniga pilgrimlar kelishadi va unga po'pisa qila boshlashadi. U hammasini urib yiqitadi. Shu paytda Tylerning otasi sherif kelib qoladi va uni ortidan Larissa kelib uni olib ketmoqchi bo'ladi. Sherif u Adams ekanini bilgach, uning otasi qotillik uchun qamalish kerakligini aytadi va ular ketishadi. Qaytishda mashinalar avariyasini ko'rishadi va Wednesday o'zi ko'rgani uchun haydovchi qanday o'lganini aytib beradi. U kechqurun skripkada musiqa chalayotganda Rowan kutubxonadan bir qizning chizilgan suratini, Tyler otasining hujjatlari orasidan Gomez Adamsning ishi bo'yicha hisobotini topadi. Sherif qurbonlar orqali taxminini, Xavier esa ko'rgan narsalarini chizishda davom etadi. Wednesdayni chalgan musiqasini butun maktab eshitadi. U tugatgach yoniga Enid chiqadi va buyumni ko'radi. Keyin o'zining qobiliyati to'liq rivojlanmagani uchun yolg'iz qolishni aytadi va Wednesday bu yaxshi ekanini aytadi. U yig'lagandan keyin Wednesday oxirgi marta yoshligida yig'laganini va bu foyda bermagandan keyin yig'lamaslikka ont ichgani haqida aytib beradi. Wednesday Eniddan kompyuterdan qanday foydalanishni so'raydi va Tylerning yoniga buyumni jo'natadi. Tyler ozroq vahima qilgandan keyin buyum unga Wednesdayning xabarini ko'rsatadi. Ular gaplashishadi va Wednesday ertaga parkda bo'ladigan bayramda uni bu yerdan ketishga yordam berishni so'raydi. Ular parkka borishadi va Wednesday Enid bilan xayrlashgandan keyin
keyin shar yorish o'yini yoniga boradi. Uning yoniga Ksaver keladi va ularning suhbatini Tayler bo'ladi. Taylerga salyut otishni boshlaganda parkovka yonida uchrashishlarini aytib, shar o'yini egasiga Larissani chalg'itishni so'raydi va o'zi qochadi. Ular parkovkada uchrashishadi va Tayler unga otasini ishi bo'yicha ma'lumotlarni beradi. Ketishayotganda ularning oldidan o'sha restorandagi piligrimlar bita ko'tarib chiqishadi. Tayler uni olib olomon ichiga kirib ketadi va yo'lda Wednesday Rovenga urilib ketib, qobiliyati orqali uni qonli o'limi bilan yana qandaydir hodisalarni ko'radi. Roven o'rmonga qochadi va Wednesday uni ortidan yuguradi. Unga yetib olib xavf ostida ekanini aytadi va Roven o'z kuchi bilan uni daraxtga tirkab, uni onasi shu maktabda o'qiganida chizgan rasmini, ya'ni o'sha kutubxonadan olgan rasmini ko'rsatadi va unga onasi o'limidan oldin shu qizni o'ldirish kerakligini aytib ketganini aytadi. Lekin birdan bir maxluq kelib qoladi va o'sha Wednesday ko'rgan qonli o'lim sodir bo'ladi. Maxluq qochib ketadi. Kechqurun sehrli shar orqali ota-onasi bilan gaplashadi va 2 marta o'limdan qolgan bo'lsa ham bu yer unga yoqqanini aytadi. Ikkinchi qism. Wednesdayning gapidan keyin o'rmonni qidirishadi va u yerdan Rovenning jasadini topisha olmaydi. U sherifga qichqiriq ovozini eshitib Rovenning ortidan borgani, uni o'limiga guvoh bo'lgandan keyin buni Biankaga aytgani va o'zi xonasida uyg'onganini aytadi. Larissa uni uyiga bu haqida xabar qilishgani, lekin u uy bilan bog'lanmaganini aytadi. Wednesday sherif bilan yolg'iz suhbatlashishni so'raydi va unga o'sha maxluqni sir saqlashga urinishayotganini aytadi. Shu paytda sherif yordamchisi Rovenni tirik ekanini ko'rsatadi. Wednesdayni yana psixolog yoniga olib borishadi va u Roven haqidagi gapni so'raydi. Tashqariga chiqqanda Taylerni ko'radi va u parkdan qochganida g'alati ovozlar eshitganini, bo'lgan ishlarda unga ishonishini aytadi. Wednesday Enidning yoniga boradi va Roven tirik bo'lgani uchun o'zini aqldan ozgan deb hisoblashini aytadi. Enid Roven Ksaver bilan yashashini, xohlasa u bilan gaplashib ko'rishini, o'zi esa qayiq yasab Po kubiga tayyorlanayotganini aytadi. Wednesdayni savollar qiynagani uchun kitobini yoza olmaydi va o'sha Roven ko'rsatgan rasmning ketidagi tamg'ani ko'radi. U Larissaning yoniga Roven haqida so'rash uchun boradi va Larissa uni chetlatishganini, Wednesdayning qobiliyati haqida esa allaqachon tushunganini aytadi. Bundan uni onasida ham shunday qobiliyat bo'lganini bilib olamiz. Larissa unga qo'shimcha mashg'ulotlardan birini tanlashni aytadi va Wednesday undan shubhalana boshlaydi. Tashqariga chiqib buyumga Rovenni kuzatishni aytib, o'zi Biankadan u birinchi bo'lib Larissaga aytganini bilib oladi va Wednesday ularga o'zining yana bir qobiliyatini ko'rsatib ketadi. Что это? Звук, который слышат только собаки. U kamonda o'q uzishni mashq qilib yurgan Ksaverning yoniga boradi va Roven bilan oxirgi marta o'sha bayramda gaplashganini bilib oladi. Ksaver Tayler haqida so'ragandan keyin ular orasida hech narsa yo'qligini aytib, unga ham o'z qobiliyatini ko'rsatib ketadi. Mana sizga idealni kelin. Keyin darsdan keyingi mashg'ulot uchun Nevermore archisi Eugene Ottingerning yoniga boradi va buyum ketish kerakligini aytadi. U uyiga ketayotgan Rovenning yoniga borib gaplashib olishni so'raydi va u bosh tortib Marilyn bilan ketadi. Uni buyum kuzatishda davom etadi. Vokzalgacha ortidan boradi va u qiyofasini o'zgartirgani uchun uni izini yo'qotadi. Keyin bu Larissa ekanini bilib olamiz. Buyum buni Wednesdayga aytadi va botanika darsi boshlanadi. Wednesday Ksaverning yoniga o'tiradi va Bianka uni rashk qilganini ko'rishimiz mumkin. Ksaverning fokusdan keyin darsda Wednesday bilan Biankaning raqobatini ko'rishimiz mumkin. Sherif maxluqni qidirish uchun ketayotganda o'g'li bilan gaplashadi va ularning munosabati onasining o'limidan keyin yomonlashganini bilib olamiz. Wednesday Enidga uni o'rnini egallab o'rmonga borishiga yordam berishni so'raydi, lekin u buyumni xafa qilgani uchun bunga rozi bo'lmagandan keyin buyum bilan yaqindan suhbatlashib Enidni bunga rozi qilishni uddalaydi. Eugene Enidga qiziqib qolganiga ham e'tibor qaratsak bo'ladi. Wednesday o'sha joyga boradi va uni sherif ko'rib qolishdan Tayler qutqarib qoladi. Tayler so'ragandan keyin Wednesday o'sha bayram kuni bo'lgan voqeani aytib beradi. Keyin ozroq yurib Rovenni ko'zoynagini topadi. Uni ushlaganda qobiliyati ishga tushib Roven Ksaver bilan janjallashgani va o'sha kitob bilan bog'liq voqealarni ko'radi. U maktab kutubxonasidan o'sha kitobni qidirayotganda uning yoniga Marilyn keladi va Wednesday unga nima qidirayotganini ko'rsatadi. Marilyn bu kitob kutubxonadan olib tashlanganini aytadi va u bilan suhbatlashishga harakat qiladi. U Wednesdayning ko'ngliga yo'l topadi va suhbatlashishni xohlasa issiqxonaga borish mumkinligini aytadi. Wednesday buyum bilan Rovenning xonasiga borib kitobni qidira boshlaydi. U Ksaverni chizgan rasmlar orasidan o'zini rasmini topadi. Keyin Rovenning kravatdagidan qora niqob topib ketayotganda Ksaver kelib qoladi. Bianka keladi va Wednesday kravatdagidan ularning suhbatini eshitib, Bianka uni rashk qilayotganini, ertaga musobaqada g'alaba qozonib Wednesday u o'ylagandek qiz emasligini isbotlamoqchiligini bilib oladi. Xonasiga kelib Enid jamoasida bir qiz qatnasha olmasligini aytib yig'lab o'tirganini ko'radi va ularni jamoasiga qo'shilishini, bundan asosiy maqsad Biankani o'z o'rniga o'tkazib qo'yish ekanini aytadi. Musobaqa boshlanadi va suv parilari qolganlarga xalaqit berish uchun sherigini jo'natishadi. Wednesday jamoasini birov turtib, birov bolta bilan hujum qilib o'tib ketishadi. Super esa boltagashlarni qayig'ini bo'lib tashlaydi. Wednesday uzoqdan uni ko'rib qoladi va buyum yordamida uni to'rga ilintiradi. Ular qirg'oqqa yetib borishadi va Wednesday Enidni qoldirib o'zi bayroqni olish uchun ketadi. Enid buyumga jokerlarni chalg'itib, ularni qayig'ini teshadi. Wednesday bayroqni olish uchun borganda, uni ushlaganda qobiliyati ishga tushib yiqiladi. Unda qo'lda kitob ushlagan oq kiyimdagi kopiyasi u kerak ekanini aytadi. Uni Biankaning ovozi uyg'otadi va ular oxirgi bo'lib yo'lga chiqishadi. Jokerlar cho'kishni boshlashadi va asosiy
asosiy poygada qizlar qoladi. Wednesday qayiqdagi najlar orqali Biankani qayig'ini teshmoqchi bo'lganda, baliq ularni qayig'ini itara boshlaydi. Buyum suvga tushib, uni bir mushturi qushidan ketkazadi. Wednesday jamoasi raqibni qayig'ini teshib bo'lsa ham g'alaba qozonishni uddalashadi. Taqdirlash marosimida Wednesday ichkariga kirib, bir haykalni oldiga o'tiradi va o'sha haykal ushlagan kitob tagida o'zi qidirgan kitob belgisini ko'radi. Enid uni olib ketib, uyushtiriladigan balga taklif qiladi. Keyin u Larissa bilan gaplashadi va ular onasi bilan shu kubokni yutishganini bilib oladi. Ya'ni o'zi bunday deb hisoblamasa ham onasi bilan o'xshashliklari ko'p ekanini biladi. Tunda o'sha haykalning yoniga borib, qo'ldagi kitobdagi gaplar orqali jumboqni yutishni boshlaydi va bundan 2 marta barmoqni shirqillatish kifoya ekanini topadi. U yerdan eshik ochilib, maktabning tarixiy muzeyi va kutubxonasiga olib boradi. U yerdan changlar orqali o'sha kitobni topib, qaytayotganda uni kimdir xaltaga solib olib ketadi. 3-qism. Wednesdayni maktab o'quvchilari tuzgan Belladonna klubi a'zolari qo'lga olishgani ma'lum bo'ladi va buni Roven orqali bilganini aytadi. Keyin Rovenni oldingi choraklikda klubdan chiqarib tashlashganini bilib oladi va bu bema'ni klubga qo'shilishdan bosh tortadi. Xonasiga borib jumboqni javobini izlashda davom etadi. Ertasi kuni o'quvchilarni ekskursiyaga olib boradigan bo'lishadi va har bir o'quvchiga boradigan joy yozilgan qog'ozlar berishadi. Larissa Wednesdayni violonchel chalganini eshitgani uchun maktab orkestriga qo'shishini aytadi. Wednesday ekskursiyaga borishda Xavier bilan gaplashadi. Unga u bilan Biankani o'rtasida qo'g'irchoq bo'lishdan ko'ra Rovenni o'ldirgan maxluqni topishni ma'qul ko'rishini aytadi va Roven ketgandan beri Xavier bilan gaplashmaganini bilib oladi. Unga kitobni ko'rsatadi va Xavier uni ko'rganini, ular bayramdan bir kun oldin shuni ustida janjallashganini aytadi. Keyin u rasmdagi qizning yonida turgan odam Jeriko shahri asoschisi Craigstone degan odam ekanini aytadi. Sherif o'sha Wednesday do'pposlagan yigitlardan biri, Lucasning otasi Mer Walker bilan gaplashadi va u Jeriko shahrini rivojlantirish uchun pulni qayerdan olayotganini so'raydi. Mer undan ko'ra odamlarni o'ldirayotgan narsa ayiq deb hisoblashgani uchun uni topishni so'raydi. Mer bilan Larissaning yolg'on chiqishidan keyin o'quvchilar tarqalishadi. Wednesday Enid bilan Ajax u yerdaligini aytib, borish joylarini almashtirishni uddalaydi va o'zi Pilgrim dunyosiga ketadi. U yerda ularni bir xonim kutib olib tanishtirishni boshlaydi. Wednesday Craigstone binosiga kirishni so'raydi, lekin xonim u yer ishlamayotganini aytadi va ular shirinliklar do'koniga o'tishadi. Enid Ajax bilan maroqli bo'lmasa ham vaqt o'tkazishni davom ettiradi. Wednesday sotuvchi rolida hamma mijozlarni qochirgandan keyin shirinlikxo'r Eugenni Lucas do'stlari bilan tutib olganini ko'ramiz. Uni ko'ngli aynib, bir bolani ustini bejagandan keyin uni qiynashni boshlashganida Wednesday uni qutqarib qoladi. Restoranda Larissa Merlin bilan Merni tanishtiradi. Bu holatdan ular oldindan tanishligini bilishimiz mumkin. Wednesday Eugenni sherigi qilib olib, uni bir-ketidan foydalanib, o'sha yopiq Craigstone muzeyiga kiradi va Eugenni qo'riqchi qilib qoldiradi. Wednesday u yerdagi rasmda o'sha ko'rgan o'zini kopiyasini o'sha kitob bilan ko'radi. Xonim Bianka orqali Wednesday o'sha taqiqlangan joyda ekanini bilib oladi. Wednesday o'sha ko'rgan kitobini soxtasini topadi va shu paytda xonim kelib qoladi. U kitobni haqiqiysini bir oy oldin o'g'irlashganini aytadi va Wednesday undan boshqa ma'lumot ololmaydi. Enid Ajax bilan tez til topishib ketishadi va uni birga oyni ko'rishni taklif qiladi. Yana uni toshga aylantirsa ham o'z holiga qayta olishni aytadi. Ya'ni tormoz yigit va gaz qiz uchrashuviga guvoh bo'lamiz. Wednesday restoranga borib Xavierni ko'radi va uni rad qilib Tylerdan Craigstonening haqiqiy uyi manzilini bilib oladi. Keyin uni yordamini rad etib o'rmonga yo'lladi. O'sha yonib ketgan uyga yetib boradi va uysiz odamni buyum bilan chalg'itib, uyni tekshirishni boshlaydi. U qobiliyatini ishlata olmay ketayotganida chiqish darvozasi qobiliyatini ishga tushiradi va u o'sha ko'rgan qizi ajdodi Goody Adams ekanini, uni Craigstone jodugar deb hisoblab, o'sha uyda to'la odamlar bilan yoqib yuborganini ko'radi. Goodyning onasi qochishni so'raydi va u qochsa ham uni Craigstone tutib olganini ko'ramiz. Wednesday yomg'irda uyg'onadi va u yerdan maxluq kelganini ko'rib qochadi. Keyin maxluqning izlaridan u odam ekanini bilib oladi va shu paytda uni yonida Xavier paydo bo'ladi. Unga izlarni ko'rsatmoqchi bo'lganda, ular yomg'irdan yo'qolib ketganini ko'radi va Xavierdan shubhalansa ham u maxluq borligiga ishonch hosil qilganini bilib oladi. Ularning suhbatdan Wednesdayning qobiliyati 1 yil oldin paydo bo'lganini, Xavierning otasi ham shu qobiliyatga ega ekanini bilib olamiz. Xavier bu qobiliyat otasining tajribasiga ko'ra hissiyotlarga bog'liqligini aytadi va Wednesday boshdan maxluq bilan shug'ullanishni aytadi. Keyin Wednesdayning birinchi qo'rquvi Craigstone ekanini bilib olishimiz mumkin. Joseph Craigstone va uni haykali sharafiga uyushtirilgan marosimda Wednesdayning rejasiga ko'ra buyum Craigstonening haykalini yoqib borganiga guvoh bo'lamiz. Vivaldining qish musiqasidan keyin Larissa bu Wednesdayning ishi ekanini bilganini tushunishimiz mumkin. Larissa buni isbotlolmagandan keyin Wednesday Craigstone quvg'inlarni nima qilgani haqida aytadi va Larissa bundan xabardor ekanini aytadi. Larissa ham haqiqatni bilishni xohlashini aytadi va bu vaziyat ularning munosabatlarini tarang holatga keltirib qo'yadi. O'sha tunda kulbadagi uysiz odamga maxluq hujum qiladi va buni o'zi o'g'irlagan fotoapparat suratga oladi. Enid Wednesdayning qo'llashidan keyin uchrashuvga ketadi va Eugene o'rmonda politsiyachilarni ko'rganini, Merlin nashrining kutubxonaga kirganini va Ajax o'zini xatosi evaziga o'zini toshga aylantirib qo'yganiga guvoh bo'lamiz. Har kim o'z ishi bilan band va bu yerda Enid uchrashuv bo'lmaganidan g'azablanganini, Xavier bo'yni kesilgan holda bir garajdan chiqqanini ko'ramiz. Politsiyachilar o'sha qotillik joyi va maxluqning rasmlariga guvoh bo'lishadi. 4-qism. Wednesday buyum yordamida kamerani berkitib, Jeriko morgi binosiga kirib oladi va buyumga hujjatlardan nusxa olishni buyuradi. Bu yerda uni
Chester tog'asi haqida ham eshitamiz. Wednesday o'sha uysiz odamni tanasini topadi va uni chap oyog'i yo'qligini ko'radi. Bungacha sherif sud tibbiy eksperti bilan keladi va ular berkinishadi. Sherifning ekspertga o'sha oyoqni ko'rsatib, o'zini qoldirib ketadi va u tirik ekanini payqamasa ham Wednesdayni jasadlar joyidan biriga joylashganini ko'radi. Wednesday xonada qotil qurbonlarining tana a'zolarining yig'ishini aniqlaganini aytadi va bundan Enid o'zini yo'qotib qo'yadi. Wednesday botanika darsidan keyin Xavierni bo'ynidagi chandiqni ko'radi va uni kuzatishni boshlaydi. Uni garajga kirib maxluqning rasmlarini ko'radi va ulardan birini o'ziga olib qo'yadi. Chiqishda uni o'ziga duch keladi va Xavier Wednesdayga garajni ko'rsatishdan bosh tortadi. Wednesday undan shubhalangani uchun u bilan birga balga borishga rozi bo'ladi. Buni eshitgan Enid uni kiyim tanlash uchun do'konga olib boradi. Lekin Wednesday bundan bosh tortib ketadi. Yo'lda bir kiyimni ko'radi va bu unga yoqib qoladi. Wednesday rasmni olib sherifning yoniga boradi va sherif bu o'sha fotoapparatdagi rasmga o'xshasa ham birga ishlashni xohlamaydi. Lekin u buni chizgan odamdan shubhalanishini bilgach, isbot topa olsa birga ishlashni taklif qiladi. Lucas restoranda o'tirgan Enidga u haqida hamma narsani bilsa ham balga birga borishni taklif qiladi. Wednesday chiqishda Tylerni uchratadi va unga allaqachon Xavierga rozilik bildirganini aytadi. Tyler ular yaqin munosabatda deb o'ylagani uchun bundan xafa bo'ladi va Wednesday o'z rejimida qoladi. Lekin u ham Tylerga nisbatan yaqinlik his qiladi. Keyin Eugene yoniga boradi va undan rasmdagi tunik haqida bilib oladi. Ular o'sha tunikka kirishadi va hayvon suyaklari bilan birga dalil sifatida devorni o'ygan tirnoqni topishadi. Wednesday buni Xavierning barmoq izlari bilan solishtirish uchun garajga boradi va bunga urinayotganda Xavier kelib qoladi. Unga u maxluq ekanidan shubhalanishi haqida aytganida Xavier bu uni tushiga kirganini va bundan qutula olmay rasmini chizganini, rasmini tiriltirganida esa unga hujum qilib bo'ynini tirnaganini aytadi. Xavier u shuning uchun birga balga borishni taklif qilgani uchun ko'ngli qoladi va ketishni aytadi. Wednesday sherifning yoniga borib, olib kelgan narsalar bo'yicha analiz olishni, keyin kimdan shubha qilishni aytishga va'da qiladi. Wednesday balga borish uchun sheriksiz qolsa ham, hujum bilan borishdan bosh tortib, u bilan o'rmondagi tunikka borishga kelishib oladi va Xavier Bianca bilan borishga rozi bo'ladi. Buyum Wednesdayning nomidan Tylerga xat qoldirib, balga birga borishni taklif qiladi. Bal boshlanadi va u yerda Larissa Wednesdayning onasini yomon ko'rishini bilib olamiz. Wednesday kutilmagan o'zini taklifidan keyin buyum olib kelgan ko'ylakni olib Tylerning yoniga chiqadi. Keyin Eugenega o'rmonga yolg'iz bormasligini aytib, balga yo'l oladi. Ajax Enid Lucas bilan kelganini ko'radi va Bianca Xavierga Wednesday haqida o'ylamasligini aytib turganda Wednesday kirib keladi. Bundan Marilyn va Tyler tanish ekanini payqashimiz mumkin. Xavier kelib Wednesdayga Tyler uni do'stlari bilan do'pposlaganini aytadi. Lucas Wednesdayga yashirincha qandaydir surpriz tayyorlaganini va o'rmonda Eugene tunikni kuzata boshlaganini ko'ramiz. Tyler Wednesday so'ragandan keyin Xavierga qilgan ishini aytib beradi va ular bu ish uchun yanada yaqinlasha boshlashadi. Binoga yuk mashinasi kirib keladi va Wednesdayning o'sha mashhur raqsiga guvoh bo'lamiz. Xavier Biancadan Wednesdaydan chalg'itishni so'raydi va kutilgandek rad javobini oladi. Lucasning sheriklari surprizni uni rejasi bo'yicha tayyorlashgan bo'lsa ham bunday qilmaslikni so'raydi, lekin allaqachon kech bo'lgandi. Eugene tunikni kimdir kelib yoqib yuborganini ko'radi va uni payqaganini sezib u yerdan qochadi. Raqsdan keyin Wednesday Bianca bilan gaplashadi va ular biri hissiyotga boy va biri hissiz ekanidan nolishini bilib olamiz. Hamma gap o'sha Xavierda. So'nggi raqs sahnasi boshlanadi va xuddi Carrie filmidagidek tepadan qon sochila boshlaydi. Wednesday bu oddiy siyoh ekanini va o'zi kuchi evaziga Eugene o'rmonda xavf ostida ekanini bilib oladi. Enid buni Lucas uyushtirganini bilib oladi va Ajax chiqqandan keyin haqiqatni bilib u bilan iliqlik qilishni boshlaydi. Eugene qochishni, Wednesday esa uni qidirishni boshlaydi va bu foyda bermay Eugene maxluq hujumidan qutula olmaydi. 5-qism. Wednesdayning ota-onasi bilan yaqinroqdan tanishib olamiz. 30 yil oldin maktab binosida Larissa uni oldiga yiqilib o'lgan odamni ko'rgandan keyin Gomesni tepada qo'lda qilich bilan ko'rgani uchun bu Martisha, ya'ni Wednesdayning onasi uchun bo'lganini aytadi va Gomesni qo'lga olishganini ko'ramiz. Adamslar ota-onalar yig'ilishiga kelishadi. Larissa Eugene hali o'zini to'g'rilab olishini aytadi va bundan Eugene komada ekanini bilib olamiz. Wednesday va Enid ota-onasi bilan so'rashishadi va Xavier Biancadan uzr so'ragandan keyin Biancaning onasi kelganini ko'ramiz. Adamslar Larissa bilan yoshligini eslashadi va Wednesday psixologga ichki dunyosini ochmayotgani uchun oilaviy terapiya qo'llab ko'rishga rozi bo'lishadi. Sherif ularni psixologga borganini ko'radi va yana o'g'li bilan kelisholmay ishiga ketadi. Adamslarning terapiyasi boshlanadi. Bundan hech narsa chiqmagandan keyin Wednesday otasidan nega qotillikda ayblanayotganini so'raydi. Onasi eski gaplarni aytgisi kelmaydi va Wednesday buni o'zi topishini aytadi. Tashqarida Martisha Gomes hech nima qilmaganini aytadi va Wednesday buni o'zi tagiga yetishini aytib ketadi. Bianca onasi bilan gaplashadi. Bundan u qandaydir sektaga qo'shilgani, bir suv parilarni ishqiboziga erga tekkani va Biancani uyiga qaytib ularga yordam berishini xohlashini bilib olamiz. Bianca bundan bosh tortib ketayotganda onasi Nevermore'ga kelguncha qilgan ishlarini fosh qilishini aytib po'pisa qilib dam olishda hamma bilan xayrlashishni so'raydi. Wednesday komadagi Eugene yoniga asal ko'tarib boradi. Qaytishda uni onalarini ko'radi
qiladi. Bizga ularni mehribon qilib ko'rsatib, yomon ko'rmasligimizga harakat ham qilishadi yana. Sherif morgga o'zini o'ldirgan sud-tibbiy ekspertning ishi bo'yicha boradi va kamera qora saqich bilan bekitilgani uchun hech qanday yozuvlar yo'qligini, o'zini o'ldirgan odam esa Garret Gatesni o'limida aybdorlik his qilgani haqida xat qoldirganini bilib oladi. Bu esa Gomes o'ldirganlikda gumon qilinayotgan odam edi. Wednesday Craigstone'ning haykali yoniga boradi va u yerda onasi Garret Gatesni qabrini ziyorat qilganini ko'radi. Wednesday ota-onasi bilan gaplashishni xohlamagandan keyin Gomes unga haqiqatni aytish kerakligini aytadi va Martisha bunga ishonmasligini aytib rozi bo'lmaydi. Shu paytda sherif kelib Gomesni Garret Gatesni qotilligida aybdor deb qo'lga olib ketadi. Shundan keyingina Gomes bo'lgan voqeani Wednesdayga aytib berishga qaror qiladi. Garret Gates Martishani sevib qolgan va uni ortidan kuzata boshlagan. Ular politsiyaga aytishsa ham u shaharning eng boy odamini o'g'laygani uchun bu foyda bermagan. Maktabdagi baldan keyin Garret kelgan va Gomesni qilich bilan quvishni boshlagan. Garret uni tutib olib ura boshlagan va ozroq mushtlashishdan keyin qilich Gomesni qo'liga tushib qolgan. Garret esa o'zi unga borib sanchilib pastga tushib ketgan. Wednesday o'z instinktlariga asoslanib bunga ishonmaydi va buni otasiga bildirmaydi. Keyin u sherifning yoniga borib otasi Gatesni o'ldirmaganini, bu ishlarni kimdir ularning ishiga xalaqit berish uchun qilishayotganini aytadi. Sherif u keltirgan tirnoq va barmoq izlari to'g'ri kelmaganini aytadi. Rowen bilan Yujenga bir xil maxluq hujum qilganini aytgandan keyin sherif morgdagi saqich haqida bilishini, keyin otasi Garretni o'ldirgandan keyin butun oilasi halok bo'lganini aytadi. Enidning oilasi u haqiqiy bo'rilar kabi oyga borib uvillamasligidan nolib, uni bo'rilar lageriga jo'natmoqchi bo'lishadi. Lekin bu Enidga yoqmaydi. Wednesday ukasi bilan gaplashadi va otasi aybsiz ekanini aytadi. Keyin onasining yoniga boradi va bu yerda faqat u qilgan ishlarni takrorlash uchun jo'natganini aytadi. Onasi u Goody Adams haqida bilishini tushungandan keyin Goody Craigstone'ni o'ldirganini, Gatesning qotilligini esa o'zi qilgani, lekin bunga sabab u og'zidan ko'pik chiqib quturib ketgan ekanini, otasi aybni o'z bo'yniga olganini aytib beradi. Wednesday bu shunchaki g'azab tufayli bo'lmaganini tushunib, Gatesning qabrini qazib ko'rishga qaror qiladi. Lekin qabrni ochishgan zahoti ularni qo'lga olishadi. Panjara ortida Wednesday Gatesning barmog'ini olganini va u zaharlanganini, ya'ni unga qilich sanchilishidan oldin o'lib bo'lganini aytadi. Bachkanalashib ketgan ota-onasidan barmoqni olganida qobiliyati ishga tushib, o'sha kuni Gatesning otasi o'sha zaharni berib maktabdagi hammani zaharlab o'ldirishni aytgani. Uni esa Gomes bilan urushayotganda idishi sinib, o'zini zaharlaganini bilib oladi. Buni ota-onasiga aytadi. Keyin onasi bilan merning yoniga borishadi va o'sha qotillik paytida u sherif bo'lgani uchun buni bilishini, Garretning otasini pullari sabab uni to'xtatib qolmaganini aytib, Gomesni ozod qilishni talab qilishadi. Ha, ularda hammasi shunaqa oson ishlaydi. Tashqarida ona-qiz gaplashishadi va Wednesday qobiliyat haqida aytib beradi. Martisha bu qobiliyatini boshqarishni tiriklar emas, avlodlar ko'rinishi orqali o'rganish mumkinligini, Goody Adams kuchli jodugar bo'lgani va o'z kuchini boshqara olmay o'zini halok qilgani, shuning uchun bundan ehtiyot bo'lishni aytadi. Sherif bilan Gomes kelishib olishadi va sherif farzandlarining munosabati haqida aytadi. Ha, ularda hammasi shunaqa oson ishlaydi. Enid onasiga lagerga bormasligini aytadi va otasining yagona gapi undan faxrlanishini eshitib ular bilan xayrlashadi. Bianca o'qishni tugatgach borib ularga yordam berishini, lekin keyin uni butunlay tinch qo'yishlarini aytadi. Wednesday ham oilasi bilan xayrlashadi va onasi unga o'zining bitiruv kundaligini berib, endi uni navbati ekanini aytadi. U daftardagi rasmlardan Larissa qiyofasini o'zgartira olishini tushunadi va Rowen rostdan ham o'lganini aytib uni yoniga boradi. Wednesday buni sherifga aytish bilan popsa qilayotganda, Larissa buni aytgan taqdirda ham Rowenning otasi bilan kelishib olganini, Rowen kuchini boshqara olmagani uchun maktab va o'quvchilariga xavf solayotganini, uning bunday o'limi yaxshiroq yechim bo'lganini aytadi. Shu paytda tashqaridagi shovqindan balkonga chiqishadi va olov bilan yozilgan Fire will rain, ya'ni olov yomg'iri bo'ladi degan yozuvni ko'rishadi. 6-qism. Wednesday onasining gapidan keyin o'z kuchini boshqarish uchun Goodyni chaqirishni boshlaydi va bu foyda bermaydi. Enid kelgandan keyin ularning xonasiga xat tashlab ketishadi va bundan haqiqatni bilish uchun tunda Craigstone binosiga borishni so'rashgandi. Ular Enid bilan borishadi va Enid qo'rqib tashqarida qoladi. Wednesday ichkariga kiradi. U yerda do'stlari buyumning gapi bilan Wednesdayni tug'ilgan kuni bilan tabriklashadi. Buni Wednesdayga qizig'i bo'lmagani uchun shu yerdagi yozuvlardan jumboq etishni boshlaydi va yozuvni ushlaganda qobiliyati ishga tushadi. Unda Goody bir joyni ko'rsatib, Craigstone'ni to'xtatish uchun shu yerga borish kerakligini aytadi. Xonasida buyum unga 16 yosh uchun ota-onasi qoldirgan sovg'ani, ya'ni o'lik olmaxonlarni ko'rsatadi va Enid ham o'z sovg'asini berishga qaror qiladi. Bu Wednesdayga yoqadi. Mer Larissaga o'limlar sababchisi uni maktab o'quvchisi bo'lishi mumkinligini aytadi va bu Larissaga yoqmaydi. Wednesday kechagi yozuvning yonida turganda uni yoniga Xavier keladi va u gaplashishdan bosh tortadi. Jazodagi Lucasning yoniga Bianca boradi va qo'ldagi taqinchoqni ko'rib, onasining ilovasiga qo'shilganini bilib oladi. U bu guruhga qo'shilmaslikni so'raydi va ularning suhbatda qandaydir yaqinlik paydo bo'ladi. Wednesday yoshligida tug'ilgan kuni yaxshi o'tgani, lekin tug'ilgan kuni uni o'limga yana bir yil yaqinlashtirish uchun buni nishonlash kerak emas deb hisoblashini Yujenga aytib beradi. Psixolog gul ko'tarib keladi va Wednesday ketayotganda Goody kim ekanini so'raydi. Wednesday psixolog terapiyani boshlagandan keyin o'zgarmaganini aytadi va psixolog do'sti yonida o'zini aybdor his qilib kelishining o'zi o'zgarish ekanini aytadi. Merga Garretning singlisi Laurel Gatesning
Gate'ning o'limi haqida guvohlik xatini olib kelishadi. Restoranda Wednesdayni Tayler tug'ilgan kuni bilan tabriklab, uchrashuvga taklif qiladi va rad javobini oladi. Keyin unga o'sha ko'rgan darvozasi suratini ko'rsatadi va Tayler bu nimaligini tushunmaydi. Unga baldan keyin ignor qilganini, nima xato qilganini so'raydi va so'zsiz javobini oladi. Wednesday sherifga maktabdagi yozuv bilan Craigstone binosidagi yozuvlarda bog'liqlik bor ekanini aytadi va sherif bo'lgan ishlardan keyin hamkorlikdan bosh tortadi. Keyin yana bir ignordagi do'stining yoniga borib, o'sha darvozani topishga yordam so'raydi. U buni bir necha kun oldin tushda ko'rgani va u yerdan har kun yugurib o'tishini aytadi. Buyum Xavierning rasmlari orasidan Wednesdayni kuy chalib o'tirgan rasmini topadi va Xavier uni baldan keyin unutishga qaror qilgan bo'lsa ham, unutolmay shu rasmni chizganini aytib, uni jonlantirib ko'rsatib beradi. Wednesday esa o'z uslubida Tayler Biankaga Wednesday qoldirib ketgan narsani berib qo'yishini so'raydi va u ketayotganda Lucas keladi. Ular suhbatlashib, ikkisi ham hayotini noldan boshlamoqchiligini bilishgach, yaqin do'stga aylanishadi. Wednesday o'sha darvozani topib boradi va bu o'sha Garrett Gatesning uyi bo'ladi. Ichkariga kirmoqchi bo'lganida u yerda kimdir borligini bilib qochadi va u yerdan mer chiqib keladi. U bu ishlar ortida kim turganini bilishini aytib telefonda gaplashadi va Wednesday uni buyumga chalg'ittirib, o'zi uni mashinasiga chiqib oladi. Mer sherifning yoniga boradi va yo'ldan o'tayotganda uni mashina urib boradi. U tirik qoladi va sherif shu yerda bo'lgan Wednesdayni so'roq qilishni boshlaydi. Wednesday bo'lgan voqeani aytadi va hamma narsa Gateslar oilasiga olib borayotganini aytib ketadi. Larisaning ko'yishidan keyin Wednesday kitobini yozishni davom ettiradi. Uni yoniga Merlin kelib, kitob berib, unga yordam berishni xohlashini aytadi va Wednesday uni yordamdan qat'iyan bosh tortadi. U Taylerga qo'ng'iroq qilib, uchrashuv taklifiga rozi ekani va uni kechqurun 8 da Nevermore darvozasidan olib ketishini aytadi. Buni eshitib turgan sherif o'g'liga Adamslardan uzoq yurish kerakligini aytadi. Tayler u onasiga o'xshagani uchun shunday qilayotganini bilib, yana shu muammoni qo'zg'aydi va otasi bu mavzuda gaplashishdan bosh tortadi. Wednesday dugonasini aldab ko'chaga olib chiqishni uddalaydi va Taylerning yoniga borishadi. Xavier ularning xonasiga borib, buyumdan ular qayerga ketishganini bilib oladi. Ular Gateslar uyiga borishadi va ikki do'stini ham aldagan bo'lsa ham, ular Wednesday bilan birga ichkariga kirishadi. Garajdan merni urib yuborgan mashinani topishadi. Ichkaridagi kutubxonadan yashirin joyni, unda Craigstonening yodgorligini ko'rishadi. Undagi shamlar hali issiq ekanini ko'rib, Wednesday Taylerga birinchi qavatni ko'rishini, o'zi Enid bilan tepani tekshirishini aytadi. Ular tepaga chiqib ajralishadi va juda qo'rqayotgan Enid odam yashayotgan xonani topadi. O'yinchoqlardan bu Laurel Gatesning xonasi ekanini bilishgandan keyin tashqarida shovqin eshitiladi. Tayler maxluq shu yerda ekanini aytadi va buni soyalardan ko'rishadi. Ular oshxona liftiga berkinishadi va maxluq ozroq tinchib, yana quturib eshikni buzishga urina boshlaydi. Lekin liftni ipi uzilib ketib, qizlar yerto'laga tushishadi va laboratoriyaga guvoh bo'lishadi. Maxluq kelgandan keyin qochishayotganda Wednesday u yerda o'sha odam tana a'zolarining kolleksiyasini ko'radi. Lekin bularni tashlab qochishga majbur bo'ladi. Ular Taylerni yaralangan holda topishadi va shu paytda Xavier kelib, yanada o'ziga bo'lgan shubhani oshiradi. Taylerning uyida uni yarasini ko'rib o'tirishganda sherif keladi va Wednesday unga bir narsani ko'rsatish kerakligini aytadi. Lekin u yerto'laga borishganda allaqachon bo'sh ekanini ko'rishadi. Bunday yolg'on ko'rsatmadan keyin sherif unga Tayler bilan ko'rishishni va jinoyat ishlariga aralashishni taqiqlaydi. Larisa uni maktabdan haydamoqchi bo'lganda, Wednesday unga o'sha Ravenning onasi chizgan rasmni ko'rsatib, uni taqdiriga maktabni qutqarish yozilganini aytib, yana imkon berishini iltimos qiladi. Larisa unga eng oxirgi imkonni beradi. Xonasiga borganda Enid boshqa xonaga ko'chib o'tayotganini ko'radi va bunga hech qanday to'sqinlik qila olmaydi. Chunki o'zini egosi va odamiylikdan tashqari bo'lgan xarakteri bunga yo'l qo'ymaydi. Wednesdayga umrida birinchi marta yolg'izlik yoqmaydi va o'limi yaqin ekanini his qiladi. Keyin o'sha uydan olib kelgan qutisi ichidagi suratlardan uni kimdir kuzatayotganini tushunadi. Kimdir merni havodan ajratib ketadi. Wednesday esa kim uni izlayotgan bo'lsa, o'shani topishga o'ziga va'da beradi. 7-qism. Merning dafn marosimi bo'ladi va Wednesday uni o'ldirishganini tushunadi. Marosim tugagach, Wednesday uni kimdir kuzatayotganini sezadi. Uni ortidan quva boshlaydi. Bu uning Fester amakisi bo'lib chiqadi va serial davomida birinchi marta Wednesdayning yuzida haqiqiy tabassumni ko'ramiz. U otasining gapidan bu yerda nimalar bo'layotganini bilgandan keyin uni ko'rib o'tish uchun kelganini aytadi. Wednesday amakisini Eugenni uychasiga olib boradi va qat'iy qoidalar o'rnatgandan keyin maxluqni rasmini ko'rsatadi. Amakisi u Hyde ekanini va u haqida ma'lumotlarni Natalia Fortnerning kundaligidan topish mumkinligini aytadi. U esa Belladonnadagi seyfda ekanini bilgach, u yerga birga borishlarini aytib ketadi. Wednesday kitob yozayotganda uni yoniga bir narsasini unutganini bahona qilib Enid keladi va ular yosh boladek janjallashgandan keyin u ketadi. Wednesday Belladonnaga tushadi va u yerda amakisini emas, Xavierni uchratadi. U Wednesdayga shunchaki do'st bilan dushmanning farqiga bormasligini aytadi va Wednesday maxluq bilan aloqador ishlardan hammasida u yaqin o'rtada bo'lgani, maxluqni ko'rmagan bo'lsa ham har xil rasmlarni chizgani, bular esa unga bo'lgan shubhaga asos ekanini aytadi. Agar u maxluq bo'lsa, nega uni o'ldirmaganini so'raganda, Wednesday unga yoqqani uchun ekanini aytadi va Xavier buni tan olmay ketadi. Keyin Fester shu yerda ekanini ko'ramiz va u buyumni ko'rgandan keyin oldingi muammolar sabab janjallashib ketishadi. Wednesday ularni to'xtatib, kundalikni ko'rsatishni so'raydi. Ular seyfni topishadi va buyum yordamida uni ochishadi. Kundalikdan Hydening xo'jayini bo'lishini va uni boshqarish orqali maxluqqa aylantirishni bilib olishadi. Shu paytda xonaga Merlin kelib, Enid boshqa xonaga
o'tishini xohlashini va uni ham fikrini eshitishni xohlashini aytadi. Wednesday Merlin ularni yaqin deb bilishiga qaramay, bir o'zi yashashini aytadi. Ertasi kuni Xavier garaj yonida kim bilandir gaplashib, uni yoniga borishini aytadi va Wednesday uni kuzatishni boshlaydi. Ular amakisi bilan uni mototsiklda Xavierning ortidan yo'lga chiqishadi. Xavier psixologning yoniga boradi va tushida uni o'limini ko'rganini aytadi. Bundan Wednesday Xavier maxluq, psixolog esa uni xo'jayini degan xulosaga keladi. Bu ish bo'yicha Larisaning yoniga boradi va u yerda psixolog ham bor ekanini ko'radi. Larisa bilan yolg'iz gaplasha olmagandan keyin psixologga gipnoterapiyani qo'llab ko'rishni so'rab ketadi. Restoranda amakisiga maxluq haqida taxminlarni aytib o'tirganda, ularning yoniga Tayler keladi va amakisi bilan tanishgandan keyin maxluqni ko'rish uchun o'tiradi. Tayler o'sha kuni unga o'sha maxluq hujum qilganini aytadi va Wednesday unga maxluqning xo'jayini bor ekanini aytadi. Shu paytda sherif kelib bank o'g'risi Festerning suratlarini hamma joyga yopishtirishni aytadi. Vaholanki ular bu odamni ko'rmaganini ta'kidlashadi. Oldingi uchrashuv yakuniga yetmagani uchun Tayler uni yoniga o'zi borishini aytib uchrashuv belgilaydi. Wednesday uchrashuvga boradi va Tayler unga qora gul berib ko'zini yumishini so'raydi. Uni o'sha Kregston binosiga olib kiradi va u yerni maksimalni romantik bezatganini ko'ramiz. Tayler romantik kino qo'yib beradi va Wednesdayga qo'rqinchli tuyulishi aniq. Sherif sheriklari bilan Festerning mototsiklini topishadi. Tayler Wednesdayga do'stdan ko'ra yaqinroq bo'lishni xohlashini aytadi va uning hamma bahonalariga qaramay unga yaqinlashadi. Mana nega qizlar bu serialni yoqtirishadi. Lekin ularni bo'sasiga sherif sheriklari bilan kelib qolib to'sqinlik qilishadi. Keyin ularga xalaqit bergisi kelmay ketadi. Wednesday xonasiga kelib hamma yoq bardoq ekanini ko'radi. Buyumni esa tepada pichoq sanchilgan holda topadi. Uni darhol Festerning yoniga olib boradi va yordam berishni so'raydi. Fester qo'ldagi to'qi orqali uni o'ziga keltirishga urinadi, lekin foydasiz. Shu tariqa bir qismda Wednesdayning kulgani va yig'laganiga guvoh bo'lamiz. U Festerga yana urinib ko'rishni so'raydi va bu foyda beradi. Wednesday bu ishni qilgan odamni azoblab o'ldirishga va'da beradi va Festerga uni topishlari mumkinligini, shuning uchun ketishini aytadi. Wednesday xonasidan kundalikni o'g'irlashganini aytadi va esa kundalik haqida bilgani uchun undan Hayt haqida so'raydi. Kundalik egasi Hayt qotilliklarni bilib yoki bilmasdan qilishini aniqlashdan oldin Hayt qurboni bo'lganini va 30 yil oldin Nevermoredan Haytlarni haydab yuborishganini aytadi. Keyin Wednesday kimdan shug'ullanayotganini so'raydi va u o'limlarga qaramay bu ishni bosti-bosti qilishni xohlashini tushunib, buni aytmaydi. Larisaga maktab obro'si hamma narsadan muhimligi ma'lum. Bianca bilan Lucas Wednesdayga Mary'ning o'limiga sabab bo'lgan o'sha ma'lumotni ko'rsatishadi va bunda Laurel Gates o'lgani, lekin jasadni topishmaganini, ularning eski uyini esa kimdir sotib olib yashayotgani yozilgandi. Ularni taxmini Laurel Gates qaytib kelib oilasini o'limiga sababchi bo'lgan odamlarni o'ldirmoqchi ekani bo'ladi. Buni sud tibbiy ekspert va Mary'ni o'ldirish bilan boshlagan. Haytni esa Laurel boshqaryapti deb hisoblashadi. Wednesday psixolog Laurel, Xavier esa Hayt degan fikrda qoladi. U psixologning yoniga boradi va unga o'sha Laurel Gates ekanini bilishini aytadi. Unga o'z teoriyasini aytadi va psixolog undan bosh tortadi. Wednesday mag'rur holda ortga qaytadi. Psixolog Larisaga qo'ng'iroq qilib Wednesday kelib unga po'pisa qilganini aytib turganda uydan shovqin eshitiladi. Uning yoniga maxluq keladi va katta ehtimol Xavier ko'rgan o'lim sodir bo'ladi. Sherif uni o'lganini tasdiqlaydi va Wednesday bu ishlarni o'zi tugatishni xohlab Xavierning yoniga boradi. U bu ishlarni qilganini tan olmaydi va uni xonasida Rovenning ingalyatori, Eugenning ko'zoynagi, Wednesdayning suratlari va psixologning taqinchog'ini topgandan keyin uni sherif kelib qo'lga oladi. Xavier Wednesdayni tuhmatda ayblab, Roven seni o'ldirishga qo'yib berish kerak edi o'zi deb ketadi. Wednesday xonasiga kelganda Enid qaytganini ko'radi. Haqiqiy zamonaviy qizlar timsoli Wednesday uni sog'inganini va unga o'rganib qolganini tan olmaydi. Enid esa o'zining kamchiliklarini tan oladi. Keyin unga buyumdan uchrashuv haqida bilib olganini, Tyler esa bugun tungi smenada ekanini aytadi. Wednesday uni yoniga boradi. Unga Xavier bilan bo'lgan voqea kimgadir ishonish kerakligiga ishora qilganini aytadi. Shu qismda hammasini ko'rdik. Endi bo'lsaga ham guvoh bo'lamiz. Bu uzoqqa cho'zilmay Wednesdayning qobiliyati ishga tushib ketadi. Bunda Hayt bu aslida Tyler ekanini bilib oladi va u yerdan qochib ketadi. Qarabsizki, psixopat qiz birinchi marta bo'sa olgan yigit psixopat qotil bo'lib chiqdi. Mana sizga taqdir hazili. 8-qism. Wednesday Tylerni o'rmonda uchrashuvga chaqiradi va uni Hayt ekanini bilishini aytib, nega xo'jayini psixologni o'ldirganini so'raydi. Keyin unga o'zining yangi teoriyasini aytib beradi. Tyler buni tan olmaydi va uni Wednesdayning do'stlari o'rab olishadi. Bianca uni gipnoz qilgandan keyin uni Xavierning garajiga olib borishadi va unga onasi Hayt bo'lib Nevermore'da o'qigani, otasi esa bu o'g'liga o'tganidan butun umr shubhalanayotganini isbotlar bilan keltirib berishadi. Wednesday uni maxluqqa aylantirish uchun qiynoqni boshlaganida do'stlari bunaqasiga kelishmagani uchun ketishadi. Sherif psixologning o'g'li bilan suhbatidan keyin qoldirgan yozuvlarni eshitib o'tirganda unga qo'ng'iroq bo'ladi va Larisa vaziyatni tushuntiradi. Wednesday Tylerni qiynab so'roq qilishda davom etadi, lekin uni sherif qo'lga oladi. Politsiya idorasida Tyler shuni xohlagani uchun Wednesdayga hech qanday ayb qo'yish olmaydi va u sherif buni oldindan bilganlikda ayblaydi. Buni foydasi bo'lmay ketishayotganda Tyler u bilan gaplashishni xohlaydi. U Wednesdayga yutqazish qanaqa bo'lar ekan deydi va boshida maxluqqa aylanganida hech narsani eslay olmay uyg'onganini, keyin hammasini eslay boshlaganini aytib beradi. Bu unga yoqqanini aytadi va seni hali nima kutib turganini bilmaysan deydi. Endi Wednesdayning gapiga Larissa ham ishonmaydi va unga buyumlarni
buyumlarni yig'ishtirishni buyuradi. U buyum soqchilarini chalg'itish evaziga Ksaverning yoniga borib, Tayler qayt ekanini aytadi. Ksaver buni o'zi qamoqdaligida Tayler bilan o'pishgandan keyin qobiliyati orqali ko'rganini bilgach, u yordam berishdan bosh tortadi va u ketsagina hammasi joyiga tushishini aytib, uni haydab soladi. Wednesday ilojsiz buyumlarni yig'ishtirishni boshlaydi va Enid bilan o'z uslubida xayrlashgandan keyin Enid Yujin o'ziga kelganini aytadi. Chiqishda Biankaga bo'ladigan narsalarga tayyor bo'lish kerakligini aytadi. Keyin u bilan xayrlashish uchun Marilyn gul ko'tarib keladi. So'ngida Larissadan Yujin bilan ko'rishishga ruxsat so'raydi. U Yujinga Nevermore'ga bormaslikni maslahat beradi va Yujin o'sha kuni tuynukni yoqib yuborgan ayol qizil etikda bo'lganini aytadi. Wednesday darhol shpritsda nimadir so'rdirayotgan Marilyn yoniga boradi va uni Laurel ekanini bilishini aytadi. Ya'ni o'zining serial davomidagi 3-teoriyasini aytishni boshlaydi. Marilyn shpritsni cho'ntagiga solib qo'yib, uni eshitishda davom etadi. Wednesday Tylerni chaqirib, buni u aytganini va uni yoshligidan manipulyatsiya qilib, o'z quliga aylantirib qo'yganini aytadi. Laurel vaziyatdan chiqa olmasligini bilgach, Tylerni manipulyatsiya qilishni boshlaydi. Keyin Tylerni o'zi jo'natganini aytadi va u bilan kelgan Tyler emas, ko'rinishni o'zgartira oladigan Larissa bo'lib chiqadi. Lekin Laurel uni bo'yniga shpritsni sanchib jo'natib o'ldiradi. Wednesdayni esa boshiga urib yiqitadi. Buyum unga kuchi yetmasligini tushungach, yordam chaqirish uchun ketadi. Enid xonasida Ajax bilan sevishayotganda, unga Yujin qo'ng'iroq qilib, bu ishlarni boshida Marilyn turganini aytadi va shu paytda buyum ham kelib qoladi. Ularga bo'lgan narsalarni tushuntirgandan keyin birga ketishadi. Yujin ham ularga yordam berish uchun ketadi. Wednesday Craigstone binosida zanjirga bog'langan holda uyg'onadi va ko'z oldida Tylerni ko'radi. Keyin Laurel unga rejasini aytib beradi. Bunga ko'ra, uni oilaviy merosiga ko'ra dunyodagi hamma qobiliyatli odamlarni yo'q qilish uchun Craigstone ruhini uyg'otmoqchi. Buning uchun esa Goody'ning kitobidan foydalanib, odamlarni tana a'zolarini yig'ishni boshlagan. Asosiy kalit esa Wednesday bo'ladi. Goody u kerak ekani haqida aytgandi. Sherif Ksaverni olib ketayotganda yordamchisi Nevermore'da qandaydir noxushlik bo'layotgani, ularni hamma mashinalar ballonlarni yorib ketishganini aytadi. Sherif o'zi Nevermore'ga borishga qaror qiladi. Laurel Wednesdayni qo'lini kesib, Craigstone'ni tobutiga bosadi va uni ozod qiladigan joduni o'qiy boshlaydi. Bu foyda beradi va Craigstone uyg'onadi. Laurel unga fidoyiligini ko'rsatgandan keyin Craigstone Wednesdayni ko'radi va uni Goody deb hisoblab, qorniga pichoq sanchib, do'zaxda yonishini aytib ketadi. Belladonna a'zolari yig'ilishadi va Enid ular hammani xavfdan ogohlantirish kerakligini aytadi. O'zi esa Wednesdayni izlash uchun ketadi. Wednesdayning yoniga Goody keladi va Craigstone'ni qanday o'ldirish mumkinligini aytib, uni bo'ynidagi tumori evaziga uni tuzata olishini, lekin boshqa ko'risha olmasliklarini aytadi. U aytganda ham bo'ladi va Wednesdayning yaralari tuzaladi. Sherif Tyler shu yaqin o'rtada ekanini bilib, o'rmon o'rtasida to'xtaydi. Bianka evakuatsiyani boshlaydi. Enid oy nuri sababli bo'riga aylanadi. Wednesdayning oldidan Tyler chiqadi va maxluqqa aylanishni boshlaydi. Uni tutib olib o'ldirmoqchi bo'lganida bunga Enid qarshilik qiladi. Wednesday shunday jangni qoldirib Nevermore'ga yuguradi. Bungacha Craigstone maktabga yetib kelgandi va Laurelni eshitmay ham qo'ygandi. U maktabni yondirishni boshlaydi. Ksaverning yoniga buyum keladi. Sherif esa o'g'lini qidirishni boshlaydi. U jang joyiga kelib, o'g'li maxluq ekanini ko'rib, ota boshlaydi va Enid uni yengishida yordam beradi. Bu yog'iga action sahnalar ko'payib ketadi. Hamma maktabdan qochishni boshlaydi. Wednesday qandaydir yo'l bilan maktabning ikkinchi qavatiga chiqib, o'sha sehrli qilichni olib Craigstone yoniga boradi. Orqasidan kelgan Ksaver Craigstone'ga kamondan o'q uzadi va Craigstone uni o'qni to'xtatib o'ziga qaytarib otganda, o'qni oldidan Wednesday chiqib qoladi. Ksaver uni yoniga kelganda, odamlarni olib chiqib ketishni aytib, o'zi kurashni davom ettiradi. Uni qilichi sinib ketadi va Craigstone uni o'ldirmoqchi bo'lib turganda, orqasidan Bianka qilich sanchadi. U bunga javobini olgandan keyin Wednesday sehrli qilichning sinig'ini olib, Goody'ni aytganidek Craigstone yuragiga sanchadi. Padarlanat, seni tiriltiraman deb shuncha odam o'lib ketdi-yu, ikki qiz seni osongina o'ldirdi. Keyin Laurel to'pponcha ko'tarib keladi va uni yengish uchun Yujin asalarilar bilan keladi. Aytdimi, ularda hammasi oson. Enid qonga belangan holda qaytib keladi va uni Ajax kutib oladi. Wednesdayni so'raganda bunga hech kim javob bera olmaydi. Wednesday esa do'stlari bilan tantanali ravishda chiqib kelishadi va Enid bilan birinchi marta quchoqlashishadi. Wednesday kitobini shubha bilan bo'lsa ham tugatadi va uni ketish vaqti keladi. Ketishdan oldin Larissani xonasiga kirib, uni eslaydi va Enid uni uyga taklif qiladi. Keyin Biankaga rahmat aytib xayrlashadi. Ksaver bilan esa sovg'asiga telefon olib xayrlashadi. Wednesday mashinada ketayotganda unga kuzatishayotgani haqida xabar keladi va keyingi mavsumlar uchun savollarni ko'paytirib, Tyler politsiya mashinasida maxluqqa aylanadi. Tez orada ikkinchi mavsumni ham ko'rishimiz mumkin. Buning uchun kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashingiz kifoya.